Alhamdulillahki bu hafta ham yana rejamiz bor. Bu hafta ham 8 ta muhtoj xonadondan xabar olindi. 8 ta xonadondan. Yana Ramazon tugaguncha Ramazonni g'animat bilin. Endi Ramazonga bitta ehson qilsangiz 70 ta ehsonning savobi-ku. Shu uchun biz shu Ramazonning oxirgi 10 kunligiga yana 2 marta saxovatli qo'llar jamoasi rejalashtirib turibmiz. 8 ta xonadondan yana holidan xabar olamiz. Muhtoj, yetimi bor, nogironi bor xonadonlardan. Alhamdulillahki bu Karsagan mahallasida ham bu ish juda shiddat bilan ketyapti. Shiddat bilan bu ish ketyapti. Allohim shu ishda xizmat qilayotgan, mablag' berayotgan, texnikasi bilan ba'zi kishilar olib kelib zakotini beryapti. Mana nimasini, ushurini beryapti. Fitr sadaqasini beryapti. Shu haqdorga yetib borsin deb. Un berayotganlar. Boshlanishidan beri unni men zimmamga olaman deb berayotganlar. Boshlanishidan beri go'sht mening zimmam. Har haftasiga 20 kilo go'sht mening zimmamda. Har haftasida 8 xalta un mening zimmamda. Alloh buning hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Xizmat qilayotganlardan. Do'konlarga borasiz? Qancha bo'ldi? 3 million bo'ldi. Ko'p bo'ldi, kam bo'ldi. Yarmini bering deydi. Yarmini bering. Mana shu saxovatli qo'llar jamoasiga qilinayotgan ehsonlar, qilinayotgan berilayotgan zakotlar, ushurlar, fitr sadaqalar inshaalloh hammasi o'z egasiga yetib boryapti. Haqdorga yetib boryapti. Allohim qabul qilsin.